Mirabos. Nevroz, og'ir mehnat, oilada bo'lish janjallar, ishxonada kelishmovchilikda odamning kayfiyatini buzadi. Savolda takrorlaymiz. Yana qanaqa savollar bormi? Bolalarda Nevroz kasalligi. nevroz kasalligi bolalarda ikki xil bo'lishda keladi. Boya oxirgi she'rim aytgandek, unga kamroq e'tibor berish va shu kabilar. Ikkinchisi esa unga juda ham me'yordan ortiq e'tibor berish va har narsaga uni maqtash, ko'ngli tusagan narsalarni har doim muhayyo qilish. Bu odamni, bolani, ya'ni o'zini katta ketadi o'zida boshqa olmaydi va injiq holatga kelib qoladi. Yana nevroz haqida ma'lumot. Nevroz, nerv sistemasining ish faoliyatining buzilishi, ya'ni tez asabiylik, tushkunlikka ko'p tushish va shunga o'xshagan emotsiyalarda paydo bo'ladi. Murod